Sizlere 50 metrlikten xudo xolasa yine kuruluşu bitmeyen uylardan koyup beraman. 6 sotikda joylashgan. Sizlar faqat yetasizlar, like basasizlar, kommentariya yozasizlar, Otash TV YouTube kanalına obuna bo'lib ko'rishda davom etasizlar. Assalomu alaykum azizlar, meni obunachilarim. Bugun sizlarga qo'ldan kelganicha To'prakkala tumanidan 50 metrlikdan ko'rib turganlaringiz yana shu kublaga qarab ketaversangizda Hazaris Drujba yo'luna chiqasizlar. Hozir durgan yerimde 10 qo'limda 20 so'm maktab bor, chap qo'limda bolalar bog'chasi bor azizlar. Maktabdan rasmiy o'tib kelasizlar bu yana. O'tgandan keyin bir de hozir Erxondan kelishingizda 10 qo'lda yana gök transformatordan 2 ko'cha o'tgandan keyin yana shu ko'chaga dush kelasizlar. Baraveramiz hozir sal tushaverishda yana joy turibdi. 3-joy ekan. Ko'rib turgan joylaringiz. Şöyle satamiz endi, narxini ham egalari bilan gaplashasizlar ekan. Faqat men bugun ma'lumot beraman, shu joy sotiladi deb bizlar. Kelinglar, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Vodoprovod uchun bemalol kolodeslar, nelar butun montajlar bo'lgan, adashmasam. Gaz to'rvalab o'tgan bu yerlarda gaz bor, oilalar butun gaz yoqib yashab o'tiribdilar. Mana shundan ko'ringlar. Endi bu yeri pastga qarab ketaveradi azizlar. Shu pastdagi oilalardan bemalol xo'jaliklar yashab o'tiribdi, joy solib qo'yibdilar. Menimcha bir 90% oshiqroq yashaydi. Shunda esa qishon kun ham bu yerlarda qiynalmaysalar, issiq yashaysalar. Yana shu joyimiz yana sotiladi deb turibdilar. 6 sotik ekan. Meni bilishim bo'yicha bu ko'chadan ham kirib chiqsangizlar bo'ladi. Qaranglar. Bu ko'chadan ham kirib chiqsangizlar bo'ladi. Ochiq bor. Ikki taraflama bemalol. Bu tarafında en başından bu mesda qo'shnilar yashab o'tiribdi. Joyimiz xom karusdan solingan, ko'rinib turibdi o'zi. Yana nov. Usti ochiq turibdi, lekin 2-3 qata yetgan yerda yog'ochi bor ekan, ko'rasizlardan. Xudo xolasa uni ustini bostirib esa bo'ladi. Yan boshda bir de 2 metrdan ziyodroq mesdan bor yana. Xudo xolasa bir dana o'tsangizlar bo'lar edi bog'a. Bog'a o'tib ko'rsak, shuning 3 tarafimiz ham zabor bo'lgan. Faqat endi sizlar sho'llarni ko'rishtirib, go'mila doirlarni go'mdirib, chiroylatib, molxona qiladi o'pkama. Ichaki narsalar salaman desangizlar, qurboningizga esa salib beraverasizlar. Bu joyimiz yana. Joyi hozir biz bog'gandan ketib ko'rsak ham bo'laveradi. Yana nereden git keladigan mesda. Bir ayvoncha. Ayvonchasi ikki taraf ikki ayna joylashgan, ikki kat joy bor edi. Bu endi proxoti ko'z chiqarib keladigan. Xohlasangiz bu tarafini kuxna deb desangizlar bo'ladi, oshxona deb. Bu yerdan girdi chiqdi bo'ladi, bir oshxona bo'lib turaveradi. Xom karishdan solingan. Bu yerda gidolani bor. Mana gidolani yo'l tarafdan kiraverish. Yani uzun ekanlik. Yurib turibsizlar. Buni enan 4,5 metr chiqib borar. Eng kamida 4,5 metr shu atrofi 4,40, 4,5 shu atrofi chiqar. Bir de esa 3,5lik desak bo'ladi. 3,5lik xonadan ikkini bor edi. Yana birdan birini bor, birdan birini bor. Yanda esa bunu ben 4'e 4'lik deb o'zimcha 4'e 4,5 o'xshaydi. 4'e 4,5lik desak bo'ladi. Yana bir xonasi bor. Bir de esa zali bor. Yana 4 metr bo'lsa, bunchakisini 8 metr hisob chiqib boradi. Katta ekan. Planlashtirib ko'ringlar. Ekranda telefon nomeri qo'yamiz, egalari bilan gaplashasizlar. Kommentariyada qaranglar. Men videoda aytib turibman. Egalari bilan gaplashasizlar deb turibman. Pulini. Kommentda har xil gaplarni yozib, keldi kelmadi, misol uchun o'zini hurmat etgan odam bo'lsa, yo ekrandagi telefon nomeridan so'raydi, yo bo'lmasa do'rma chiqadi. 99 dan 523 1219 Otash. Shu joyni chasonda tutdik, yo chasonda tutdaga deb chiqadiganlar ko'p. Bolalarınıza şükür. Sizler de insanlar köpelsin. Lekin ayrımlar ham berib topiladi. Kommentda pulini aytmasang, nechchi chiqarasan u joyi. Hav uyasini xohishi azizlar. Pulini aytmang, o'zimiz kelishaveramizda tutdi, to'g'rimi? Sizlar faqat like bosib, kommentariya yozib, shu videorolikni xona biyana yaqinlarga tarqatsangizlar,
Men qatori sizlar ham birib qo'ydingizlar. Ya'ni shu 50 metrlikda maktabda o'tgandan keyin 10 qo'lda shunday joy sotiladi ekan deb, to'g'rimi? Sizlar yaxshi ko'ramiz. Videoni tarqatinglar.